Assalomu alaykum, hurmatli Qudrat Qushcha kanalining obunachilari. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Barchangizga bugungi kuningiz xayrli, barakotli o'tsin. Inshaalloh bugun sizlar bilan Namangan viloyati, Namangan shahar Ramaka qush bozoridamiz. Sizlar bilan birgalikda bu joyi bundan bir qir obzorni ko'rib chiqamiz. Inshaalloh kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, bitta like bosib qo'yishingizdan chiqazmani sizlar uchun birgalikda bozorimizni to'liq yoritib berishga harakat qilamiz. Cheslamimiz 2026-yil 5-aprel hafta kuniga yakshanba. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda hozir qo'ldan kelganicha Popuga bozorini hammasini yoritib berishga harakat qilamiz. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasa, bittadan obuna kutaman, kanalimizga reklama yo'qligini hisobiga. Xudo xolasa. Xo'p. Kimga sifatli qushlar qiziqqanlar bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, Telegram gruppamizda bugungi oxirgi kunimiz 5-aprel kuni kechki soat 23:59 gacha hop sovrin qo'yganmiz. Eng ko'p kontakt qo'shgan insonga hop bir juft popuga shapkalik. Bundan tashqari hop ikkinchi o'ringa Valnesi popuga, uchinchi o'ringa Amadinka qo'yganmiz. Xudo xolasa o'shalarni sizlarga inshaalloh beramiz. Eng ko'p kontakt qo'shgan insonga. Eng ko'plari hozir 250 tami 260 ta qo'shgan. Hali imkoniyat bor, bir kun yana qo'shib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bemalol Qudrat Qushcha kanaliga o'tib, gruppasiga, ya'ni Telegram gruppasiga obuna bo'lib, kontakt qo'shsani bir juft qushimiz beramiz. Xo'p, ko'p gapirmasdan bir chekkana endi narxlarini boshlaymiz. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda. Ketdik inshaalloh. Hozir shu Ulug'bek akadan boshlaymiz chekkada. Mana bular Mansur Uz, Farisani ham kerak. Mansur Uz YouTube kanalida bular asosiy xayriya ishda davom etishadi bular. Hozir ular manjala qushga qiziqib, qush bozorida yuribdilar. Qushchilar asosan ular. İnşallah boshladik sizlar bilan birgalikda. Qo'ldan kelganicha. Hop, hurmatli obunachilarni bir chekkadan Ulug'bek akani oldilar deymiz, boshladik degan. YouTube'da Instagram'da. Bu YouTube? YouTube'mi? Ha, böyle. Hop, bu narxlar qanaqa endi? Ustoz bir chekkadan bilaylik endi buni. TV'dagi, birinchidagi. Zangor ajrayli para. Para. $250 narx. $250 ishlashchi. İşlagan para öyle. Birinchidagi. Aha. Hop. Ben pastda yana 2 para zangori bor. Ular endi 3 yosh bo'ldi. Ular ishlamagan, nol. Bo'ldi. Hozir Ular birinchi. arzonroq ular. Hop, pulini qancha dedim? $250. $250. Aha. Limonchi undagi. Limon 650 parasi. Narx hammasi. Mod jup yo'q. Hop, qancha dedik? $650 parasi. 600 ga beramiz. $600 beriladi. O'z aka shuni Donasi 200 mingdan. ishlagan ha ular. Ha, yo'q. Alohida ishlagan, yangi para. Yangi para bular oldi boshqa kishida ishlagan. Mana yo'q, mana Apelin turibdi, tagidagi. Tagidagi, hop. Apelin nar bilan Sara moda ishlagan, Sara nar bilan Apelin moda ishlagan. Bularni o'z addeni qildingiz. Keyin parlab qo'ydim. Ha, addeni qilib parlab qo'ydim. Rangini bir xil qilib qo'ydim. Rangini ha, parlab. Agar bunday bo'g'aman desa beramiz, yana qaytarib o'zini jupini qilib. O'zini jupini. Lekin rangi bir xil bo'lsin-da, men bir xil. Lekin jup tushgan ikkovi. Yo'q, kecha juplarni endi jup tushadi endi. Xudo xohlasa jup tushadi. $600 qilib beramiz oxiri. Aha. Kami bo'ladimi undan ham? Yo'q, undan kamga beramiz. Undan kam yo'q. Biz kanaldan chiqqanlarga oxiri narx aytdilar, xudo xohlasa. Bu ikkovicha. Bu Aleksandrskiy ishlagan raboch para, kallalari katta. Zo'r. $700 narx aytilibdi, 650 ga beramiz. $650. Hop, burocha. Bular shu Apelin, buni 650 ga beramiz. $650 eng oxirgi narxlar. Hop, bag'dagilarchi 3 yasharlar. Oke, $200 dan beramiz jupini. Qalsa tushmabdi hali. Ha, chiqqan. To'liq emas. To'liq emas. Ayo, mana kalsolar ko'rinadi. Beri telefoningizda ko'rinmayotganda. Ha, kalso bor ekan, nomiga bor ekan. Kalso bor ekan. Hop, ko'rgandirsiz borkin. Bu qancha dedik? $200 dan parasi. Parasi $200 dan. Hop, bu qanaqa para mana? Pirixori, ananasi. Pirixori, ananasi. Hop, pulichi buni? Sotildi $240 ga. $240 ga. $240 ga sotilibdi hop bu. Hop, bular kallasi qo'rlar qanaqa endi bular? Bular aratinka deydi, Nantay. Aratinka Nantay. Aha. Pulichi? $500 parasi. Parasi $500. Ishlagan.
Pirvaznoga bular chetda ishlagan, bizga endi keldi. Bizga endi keldi ekan ishlamoqda. $500 paris. Hop, $500 narx aytilyapti o'zi buni. Aratinka Nantai. Razella Galabo. Mazali Galabo. Biletni Galevi deyishadi, oq bosh desam. Aha. Necha? $250. $250. Xudo xolasa, nomerlarni qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Reklama yo'qligiga bitta obuna olib qo'yasizlar. Hop, keyingisicha. Finant. Finant. $250 paris. Parasi $350. Ishlagan para. Ishlagan tayyor Ha, para. katta para. Katta para. Pastagilarni bir olib ketaveramiz. Narxni keyin tevaga o'tayveramiz. Bular krasniy para. Ikkitasi ham 4 tadan bo'lavergan. Bir martadan ishlagan. Ha, 4 donadan bo'lavergan. Bularsi 250, bularsi $350 paris. $350 da bular aytilayotgan narxlar. Hop, Karellacha. Karela Dubayskilar 600 ming. Prostoylar 200 mingdan donasi. Donasi 200 mingga, nerga 600 ming. Dubaylar jut, qoraga qora, oq. Mana ular nari uchalasi. Uchovi ham na. Xudo xolasa par bo'lgan narxlar, eng oxiriga aytilayotgan narxlar bular. Hop, bu bularcha. Voy, Galaboy, ikkinchi parasida. Ikkinchi par. Puli bir xil. Ha, bir. Qancha edi? Bunisini 250 ga, bunisini 230 ga beraman. $230 beriladigan narxi bular. Hop, keyingisicha. Bu Rubin moda. Ishlagan moda, nobud qilib qo'yibdi bir kishi. Hop, pulicha, moda tayyor ham bu. Ha, 130 ga beraman. $130. $130 aka tayyor ishlagan, xudo xolasa. Hop, yondagilarcha. Krasniy para $200 ga beraman. $200. Garantiya ishlagan para. Garantiya. Tepchilarcha. Hepsi Lutino modaga Rubin nar 1 millionga beraman dedi. Jupa 1 million. Ha, ishlagan para bu ham. Mana bular hammasi nar. Nar ular. Ishlashicha. Mana 300 mingdan, mana bular 500 mingdan. 300 mingga 500 ming. Eng oxirgi narxlar. Oxirgi narxi. Eng oxirgi narxlar. Kapyostri paramiz bor, Razel. Razel, o buni ko'rmaymiz. Hop, pulicha buni. 130 ga beramiz dollar. $130 ga eng oxirgi narxi. Hop, Papagaylacha. Papagaylar 220 mingdan parasi. 220 ming so'mdan parasi. 3 para qo'lda olasiz, qolgani to'qqa. Malla moda, ana 3 para qo'lda olasiz. Mana ikkovi modami? Chekkada Ha, 3tasi. 3tasi moda. Limon nari, mana 3tasi moda. Moda ekan. 220 ming so'mdan ekan parasi. Arzon ekan bular, zo'r. Hop, keyingisicha bular qancha edi? Bu Pirxori Galaboy, ya. Pirxori Galaboy. $250 narx aytildi. $250. O'rnarga modasi odam. Modasi odam. $250. Nargisicha? 1 million so'm Atlasda Pepsi, buni 8 mingga bering. 8 ming so'm eng oxirgi narxlar. Hop, nomer ayting endi. 97 146 43 43. 97 146 243. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Inat $350. Keyingisi o'tamiz. Rahmat. Hop, endi keyingilardan, egalardan bilishga. Bo'ldi, jaqlar og'rib ketdi, bitta suvga pul tashlab beradigan bo'ldi. Hop, bu ustozniki, Sobitxon akaning o'zlari yo'qlar. O'zlari bo'lsalar darrov video qilib qo'yardik. O'zlari qanaqangidir, qayergadir ketib qolibdilar. G'ir-g'iri zo'ri bo'lar ekan mana endi. Bir juft chiroyli ekan lekin. Ko'piga asosiysi 250 ming so'm bo'ladi hammasi. Nomerlari 91 346 60 69. Aloqaga chiqaverasizlar bularga. Hop, bunda keyingilarni chekkadan bozor ichidan qurib chiqishga harakat qilamiz. Bozorlarimizni bir qurib o'rnab. Hop. Hamedinka juda ko'pchilik so'radi o'sha yerda. Hamedinka bor ekan, bir xil narxlarni bilamiz o'zi qanchaligini. Bularning narxini bilamiz. Qanchadanligini. Xohlasan. Anaqangi Namanganni qarani, anaqangi idishlarni qilib chiqishadi. Qiynalishmasa o'kaga odamlarda. Buni puli nechi pul bo'lgan? 3000 so'm ekan mana shu. Bir juft ko'piga ketaveradi. 15 santim, 20 santimetr chiqmaydi, 10 ga 20 mana shunaqa 3000 so'mdan tayyor qilib qo'yishgan. Kelaverasizlar, Namanganni Remeka qush bozorining ichida bular hammasi. Girib bordaylar ham kechirasizlar uni. Puli nechi pul bilan aka? Donasi 100 mingdan. Donasi 100 ming so'mdan Maladoydan chiqay deb qolgan Maladoylar pastda. Donasi 100 ming so'mdan miramirlar. Sariqlarcha? 300 mi? 300 ming so'm jupa. To'g'riga tinchmisiz? Charchama. Ona dollar. O parasi 300 ming so'm, donasi 150 ming so'mdan ekan bilan ekan. Hamedinka. 70 mingdan donasi. Va gaplar.
Nechima ruchnoy nima qildingiz? Ruchnoy qushi. Ruchnoy top bo'lmadi. Tashlarga bir jup ruchnoy kerak. Bormi? Borlar aloqaga chiqib ko'ringlar. Hop, donasi 70 ming so'mdan jupi 140 ming so'm Hamedinkalarni. Bozorga narxi, men 120 ming narx qo'ysam, hamma teqirib o'rgandi qimmat deb. Donasi 70 ming so'm, jupi 140 ming so'm. Qiziqarli telefon qilaverasizlar. Nomerni ayting. Telefonni gaplashishlar, nomerim shart emas. Skill bilan tayyor katta para ekan lekin. Nomer bormi? Nomer ayting. 95 lar 135 1166 140 ming so'mdan ekan jupi. Jupini ichib qilib berasiz buni parani. Oxiri 60 ming so'mdan 120 ming qilib berar ekanlar mana. Rahmat. Buni keyingilarga o'tib, keyingisidan ko'raveramiz, xudo xolasa. Bu tarafdan yana Popugay, Hamedinka va hammasidan bor bo'ladi. Ko'pchilik tanigan Dilshod akani o'g'li tegamiz. Davron Dilshodlarni ko'pchilik taniydi bularni. Hop, bu chekkadan bilan hozir imkoniyat darajasida narxlarni bilishga harakat qilamiz. Odamlar qarang ko'pligini bozorimizda. Hop, beda babichka Popugay o'zim tanishtirib ketaylik, keyin narxlarni bitta o'zim qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Babichka Popugay ichib bitta ustoz bilan narxlarni mana mikrofonni ushlab olay. Juda ko'pchiliklar bo'ldi. 600 ming, 700 ming atrofida. Babichkalar ishlasin. Hop. Angorkacha. Angorkalar 500 ming, 600 ming har xil. Holatga, rangiga qara. Rangiga qara. Hop, svetnochi, shapkali babichka. Shapkalar 400 mingdan jupi. Jupi 400 ming so'mdan shapkalarniki. Hop. Riskchi. Risklar 200 ming jupi. 200 ming so'm jupi. Hamedinkacha. Hamedinka 300 ming. Yaponskilar. Yaponskiy Hamedinka 300 ming. Hop, oddiylarcha. Oddiylar 120 ming bo'ladi. Rastoylar. Jupi 120 ming so'm. Cheje bor ekan bitta. Cheje 40 ming. 40 ming so'm. Hop. Bularni bildik. Hop, bizga angorkami bu? Ha. Angorka pulicha. 500 dan jupi. Jupi 500 ming so'mdan. Hop, radojnicha. Radojni 400 dan jupi. 400 ming so'm jupi. Hop, shapkali 400 ming dediga. Hepchilarcha. Hepchilar Atlasnolar 800 ming. Rubellar 1 million 200 ming. 1 million 200 Oddiylar Rastoylar 500 bo'ladi. Hop, hep mallacha. Bular hammasi o'zi pashta 6 tasi bir xil ishkiliga. Pulicha. 500 ming, 600 ming bo'ladi. Rangiga qarab, eng pasti 500 ming, qimmati 600 ming. Rangiga qarab, xohlasa. Hop, endi yana bu yerda bilaman Karella. Karella 500 ming Dubayda. Dubay 500 ming so'm. Pepchicha. Pepsi 800 ming. 8 ming eng oxirgi narxi. Hop, Anjirela. Ular 200 dollar bo'ladi. Anjirela 200 dollar. Hozir men buni narxini shundoq bilib olamiz. Keyin men bitta chekkadan bo'shdan ko'rsatib chiqaman sizlarga. Faqat o'z klient borligi uchun shoshib narxini bilib olsak bo'ldi. Narxchi bularni ko'plar. 250 dan 300 gacha bo'ladi. 250 ming so'mdan 300 ming so'mgacha rangiga qarab. Ular 200 ming bo'ladi. Bular 200 ming so'm jupi. Tayyormi bular? Ha, tayyor. Tayyor. Hokkaydagilarchi shapkalilar, babichkalar. Babichkalar 600 dan. 600 ming so'mdan. Bularchi? Ular ham 500 dan bo'ladi. 500 ming so'm jupi. Hop, Karaillachi? Karella 400 jupi limon. Jupi 400 ming so'm limonlar. Tayyor oshib olasiz. Hop, qolgan hammasini bag'dan o'zi bilib olmoqchi kerak. Nomerni ayting endi bularga. 94 94 599 599 77 70. 77 70. Qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar. Endi men befonda bir qo'p sizlarga ranglarini ko'rsatib chiqaman. Asosiysi narxi bilib oldik, xudo xolasa. Ketdik endi bu chekkadan beya ranglarini, qanaqalarini ko'rsatib chiqishi bu chekkadan bilamiz endi, xudo xolasa. Angorka, mana angorkani 500 ming so'm narxi aytildi. Narxlar 600 ming so'm aytildi mana bu chekkadan. Hop, mana risklar 400 ming so'm narxi aytildi. Hop, Hamedinkani Yaponskilarni 300 ming so'm narxi aytildi. Yaponskiy Hamedinka deydi. Hop, borlari Yaponskiylar qani? Chetishgan ekan Yaponga bu ham. Hop, mana shapkalilarni narxini so'raman men. Shapkalik ham bor ekan Hamedinka. Oddiy Hamedinka hop 120 ming so'm. Eng arzoni bozorda 120 ming so'm bo'lsa, biz ham 120 ming so'm sotganmiz. Xabaringiz bo'lsa. İnşallah yani tez kunlarda keladi, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Hop, endi keyingilarni ko'rib chiqamiz. Qo'ldan kelganicha bozorimizni to'liq yoritib berishga harakat qilamiz. Faqat sizlar obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda. Hop, narxini bilamiz o'z buni. Pulini ichib bilakamini? Tomosha. Tomosha bo'ldi. Beydagi bola yaxshi bola edi, domboqqina bola. Doim muomalasi zo'r bo'ladi. Hozir uni to'qsak narxlarini bir qilib bilamiz u boladan. Hayketlik qo'ri bo'ladi. Opoddan o'zlaridan bilamiz narxlarni. Namanganda opodda deyiladi.
ya'ni ana Toshkentda boshqa alada opoqa deydi-ku, katta dada. Dadani dadasini. Opoqa, shularni opoda deydi. Mana shu opoda Alloh rozi bo'lsa, doimo qush ichidalar. Amerika yaponskiy degan mana shu bo'ladi mana. Yaponskiy Amerika mana shu bo'ladi. 300 ming so'm aytildi shuni parasini. Guldan ich bilan opoda, borman. $100. $100 ga 1 million ekan. Qaysi biri $100? Sariq $100 ekan. Nargisi 1 million ekan gulda. Bularda nomer yo'q, qolib ketib bo'lmadi, lekin chiroyli narsa ekan. Men rangini qarab, qo'lidagi rangini o'ta chiroyli narsa ekan. Ishlaganda bu qaranglar vobshe Alloh mo'jizasi. Barakasini bilsa, $100 mana sariqlari, bunisi 1 million so'm. Yaponskicha 350 ming so'm ekan bulardan. Ishlagan bular. Ishlagan 350 ming so'm. Anjiralicha? Yakka moda pulicha? $120 yakka moda ekan, ham yirik ekan, xohlasa. Ruchni olmas lekin bular $120 ekan. Nomerlar yo'q, qo'yib bo'lmadi endi. Asosiysi. Linka nech pul linka? Rost tushmaysiz. Mana 60 ming so'm. Kecha Toshkentdan telefon qilishganda linka kerak deb, mana linka qancha kerak bo'lsa Namanganda bor. Donasi 60 ming so'mdan. Biri puli nech pul manda? Jupi 400 ming so'm. Marhamat. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Ustoz qorma. Puli nech pul buni? O'zi bilamiz narxlarni. Jupi 350 ming so'm ekan. Tayyorlar. Keyingisini o'tib, keyingisini ko'raveramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha. Manadagi yaxshi-yaxshilari ham bor. Inshaalloh obuna bo'lib qolsana bo'ldi. Narxi nech pul buni? Keling. O'zi bilamiz bular narxini. $250. Oldiroq qo'lasa. $250 aka parasi. Parasi $250. Ishlaganmi bu? Ishlagan aka. Ishlagan tayyor. Bucha? Yo'q, bular bizniki emas. Mo'ljalda. Maladoylar. Aka u 1 million donasi. Donasi 1 million so'm. Ishlaganmi bu? Ishlagan aka, moda. Ishlagan bo'ylab qo'yilgan ekan, moda ishlagan 1 million so'm puli. Bularcha maladoy, popugaylar. Aka bular parasi 150 mingdan kelishtirib beramiz. 150 ming so'mdan kelishtirib beriladi yana, Xudo xohlasa. Nomerlarni oxirida qoldirib qo'yamiz. Bunisicha ishlaganmi? Aka bular $400 parasi, ozgina kami bor. $400 ozgina kami bor. Ishlagan-a? Ishlagan aka. Ishlagan ekan, $400 ozgina kami bor. Biri xo'rayman u? Ha, biri xo'ray aka. Biri xo'ray, ishlaganmi bu ham? Ha, ishlagan aka. Bu rangi boshqacha, nargindan ko'ra. Ha, bu boshqacharoq. Bu rangi sal boshqacharoq ekan. Qancha dedik pulini? $250 aka. $250. Eng oxirgi narximi yo tushamizmi? Yo, tushamiz aka. Qancha tushamiz? 230 qilamiz aka. $230 aka, $10 tushib ekan. Hop, bunisicha pepchilar. Aka bular 1 million 600 ming. 1 million 600 ming so'm. Tushadigan joyi bormi bularni kelishiladi yana? Tushamiz. Kelishiladi yana. Hop, bular maladoshkiliga? Ha, aka bular 500 mingdan parasi. Parasi 500 ming maladoylar ekan. Ha, maladoy aka. Riskchi? Aka bular 300 ming parasi, ozmoz o't beradigan joyi bor. Parasi 300 ming so'm, ozgina kelishadigan joyi bor. Risk nima yeydi? Bilgani yozinglar kommentariyga. Hop, angorgacha? Aka bular parasi 500 ming. Para 500 ming. Ishlaganmi bular? Sariqqa-sariqmi? Ha, ishlagan aka bular. Sariqqa-sariq ishlagan, Xudo xolasa. Nomerni ayting. 93lar 93lar 650 650 81 81 88. 81 88 aloqaga chiqamiz uka. Bozor kelganda mana shu aka-ukalarning yonida turadilar. Rahmat. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingilarni bir chakadan qo'ldan kelganicha yoritamiz. Xudo xolasa. Parasi 300 mingmi? Parasi 300 ming so'mdan ekan bular. Miramircha qo'ldagi 250 ming. 250 ming so'm. Maladoydan chiqadi debdi bular. Narmoda ajragan, ozgina bor lekin 250 ming so'm parasi. Kattalar uchun 300 ming so'm bo'lyapti. Hop, bular ikkichi narxi. Donaga 150 dan. Donasi 150 ming so'm bo'lsa, o'shanda jup 300 ming so'm bo'ladi bularniki. Rahmat. Hop, endi keyingilarini ko'ramiz, Xudo xolasa. Hop, bizlar YouTube kanalimizda hop 13 mingdan o'tdik, xudo xolasa 15 mingta qilib qo'yamiz degan umiddamiz. Mana shu videodan keyin inshaalloh sizlar bilan birgalikda. Bu suv idishni ko'pchilik narxini so'radi. Qani suv idishni mana shu yerda shular uchun kerakli hamma mahsulotlar bor. Nima narsa kerak bo'lsa, mana shu Abdurahmonda. Narx ham qulay, xudo xolasa. YouTubedan ko'rib kelibman desani, yana ham qulay qilib beradi, xudo xolasa. Bo'ladi.
Kanareykanın o'ziga to'g'ri asartib ham, qopda o'zi ham. Mana vitaminlarni kuchaytiradi o narsalar yana. Bular ham bor. Abdurahmon O'rman hojam. Charchamay turibsizmi? Bular narxini bitta bilib ko'tarib endi shay kelganda. Sayr etadiganlar qaysi? Mashlarni sayratgan, pulicha. Hozir bir minut klient kelib turibdi, xudo xolasa o'zi. Bularda asosan klient ko'pda, odam birda aylanib turadi, narxini bilish sal qiyinroq. O'shan lomaga bilib o'tib ketaveramiz. 50 mingdan 200 minggacha har xili bor sayratganlar. Xudo xolasa kanalimiz orqali kelsa qilib beraverasiz. Qadar tushuntirib qo'ydim. Tamam, mashg'ul qilaverasizlar. Xo'p, endi biz bag'i sekin dehqon bozoriga qarab ketyapmiz. Qo'ldan kelganicha dehqonlardan bilishga harakat qilamiz. Sizlargacha bittadan obuna bo'lib qo'ysana. Xudo xolasa bilaveramiz. Ketdi endi qo'ldan bilamiz. Dehqonning o'zidan, qo'ldagilardan. Mana har xilidan bor ekan. Pulini pul biladi. 100 mingdan. Donasi 100 mingdan. Maladoydan chiqib qoldi, kattasi ham bor ekan. Katta ham Maladoy ham aralashgan, donasi 100 ming so'mdan ekan. Hech puldan bermadingiz? Endi yaqinda keldilar. 100 ming so'mdan ekan donasi. Rahmat, charchama. Keyingisini ko'ramiz. Hech pul qilibdilar endi buni. Radojniy chatishgan ekan. Radojniy qo'shilgan chatishgan chiqqan. Chatishgan, ha. Pulini pul bo'ldi. 75 mingdan Maladoydan chiqib qolgan o'zi. Maladoy pashta 75 ming so'm Maladoy ekan. Jupini 150 ming qilyapti ekanlar. Rahmat. Reportaj qilibsiz bana. Reportaj. Endi keyingilarini ko'ramiz. Mana shu yerda chekkada narxlarni bilib qo'yaveramiz. Qo'ldan kelganicha. Bu yerda hammasidan bor. Amadenkan eng o'zidan 120 ming so'm ekan. Biz ham o'ta qulay sotamiz, sotganda ham. Hop, endi keyingisidan ko'rib boraveramiz, xudo xolasa. Kanareyka bozor abdani chiqadi, xudo xolasa, yo. Sizlar bitta obuna bo'lib tursangiz bo'ldi. Xo'rma? Novoy Zelandiyadan chiqlagan bu? 850 ming. Ishlaganmi bular? Ishlagan. Ishlagan. Novoy Zelandiya 850 ming so'm ekan. Hepchicha? Hepsi 1 million 600 ming rubl. 1 million 600 ming ishlaganmi bu? Ishlagan. Tayyor ishlagan 1 million 600 ming deyaptilar. Hop, rubelcha? Krasnoyarka 220 dollar. 220 dollar. Bu ham ishlagan ha? 100% xudo xolasa. Bu nimaga hammasini mana shu ko'zi baldog'ini oldi, to'kilaveradi. Nima sababdan? Tulaydigan o'sha joydan tulaydi. Bu tulaydigan, mana tulamaydigan. Ha, tulaydigan. Mashg'ulot ishlaydi. Faqat mashg'ulotda ishlar edimi? Rangi xunuk bo'lardi, lekin yo, rangi ja xunuk emas, u qayta to'kilsa bir hamma qushon xunuk qoladi. Mashg'ulotda ishlar ekan. Meni bitta popugayim bor, o'shanga o'xshar ekan. Tulovda bo'lsa ham bola qo'yaveradi, 5 ta 6 ta. Shu yerda singaran ekan. Hop, nechta ham? 1 million atlasni. Atlasni o'ylab 1 million so'm. U ham ishlagan, tayyor ha? Tayyor. Xudo xolasa. Bucha ikkovi. Qaysini juplagansiz bu? Qaysiga qaysi juplangan bu? Bu bitta nar, bitta model jupmas bu yo'q. Jupmasmi? Ha. Sort chiqildi, o'shani so'ragan. Jupmas ekan 300 ming so'm. Hop, mana qanaqasi pepchini? Pepchini Galaboy Svet. Galaboy Svet. Pulicha? Puli 600 ming yo'q. 600 ming so'mdan. Hop, spengel ishlaganicha? Bular Maladoy, Radojniy. 150 ming. Juraslar Maladoy 150 ming so'mdan ekan. Donasi. Hop, mana ikkovi ishlaganmi? Bular ishlagan maskalar. Maska. 400 ming so'm. 400 ming so'm jupi ishlagan ekan. Eng oxirgi narximi yo o'tiladimi? O'tamiz. Ozgina o'tamiz. Pepchicha? Pepchi 1 million atlasni. Atlasni o'ylab 1 million. Nomer ayting. Nomer 93 93 52 752 0252 aloqa 55. 0255 ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Endi sekin yana keyingilarga o'taveramiz. Qo'ldan kelganicha o'zlarimizga bir xil ko'rib chiqaveramiz. Ko'pchilik so'ragan, mana kataklar bor ekan. Mana shunda bo'lsa bo'ladimi degani bu katta qushlarga yaxshi, popularlarga sal kattalik qiladi. 50 ekan. Bir ko'rishda rasmini bildik. Hop, 50 ga 60 mikanda. 50 ga 60. Narxini bilamiz hozir. Hozirda, hozir yaxshi, charchaman. 50 ga 60. Hop, 8 ta 12 talik ekan bu. Mashg'ulotga 12 talik. O'z narxini bilamiz. Ikkita bir xil ekan. O nomerlarni yozib qo'yishdi. 91 755 3600 ehtiyotga
Numarini ber deganlarga ishga turibdi mana. 91 yana bitta 755 55 63. İşte nomer bor ekan. Puli nechi pul buni? 2 million 300 2 million. Farqi nimada u? Bir xil ekan shekil to'rttalik-ku. Ha, u to'rttalik kechirasiz. To'rttalikka 3 to'la. 2 million 200 ming so'm ekan bunisi. Bunisi 2 million so'm ekan. Nomerlarni qoldirib aloqaga chiqaringlar. Mabodo qiziqqanlar bo'lsa. Hop, hurmatli obunachilar, videoni shu joyda yakunlab, endi Kanareyka bozoridan Xudo xolasa Kanareykalardan ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan birgalikda bitta obuna qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan birgalikda Qudrat Qushcha. Xudo xolasa mikrofonimiz bor. Rahmat hammaga.